Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 8 oyning 12 kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan program chiqishim. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sadiq. Bu haftadagi eng chong xabar mush oyniki 8 kuni Amerikada bir chong ish bo'ldi. Uni nima desanglar, Amerikaniki Florida'daki FBI ve saqchi tarmoqlari burungi sobiq prezident Trump'ninki Florida'daki uyiga yarim kechida soat 12 oshqa vaqtida kirib uyini tashidi. Uyini aqtirib jami 9 soatdek davomlashibdi. 10 sandiqdan 15 sandiqchilik bo'lgan materiallarni ochib ketibdi. Bu qatimki kirishga sabab bu Trump prezidentlikten çıkıp ketgandan keyin Oqsaroydagi shu Amerika hukumatiga tabi bir qism maxfiy hujjatlarni uyga olib borgan, shu hujjatlarni yondirib kelamiz degan bir sabab bilan bu ishni qilibdi. Endi bu ishniki nima uchun buni cho'ng voqea deymiz desak, Amerika tarixida bundaq bir sobiq prezidentning uyiga saqchilarniki bundaq besib kirib yarim kechida uyini aqtirdigan, tekshirdigan ishlar bu boqqa emas burun. Bu bir yenilik. İkincisi, qonuniy rasmiyat jihatda og'ir masalalar ko'rildi bu qatim. Nima deganda Amerikada oldi bilan agar saqchilar bir odamning uyiga kirib aqtirmoqchi bo'lsa, tekshirmoqchi bo'lsa, sotdan bir ruxsat xat oladi. Ruxsat xatni olib, uyning egasiga xatniki nusxasidan bir parchani berib, uyini aqtirib oldigan narsalarni achkitishdan burun qandaq narsalarni olganligi haqida bir tizimlik tayyor qilib, tizimlikni uyini egasiga berib olgan narsani ko'rsatib turib achkitadigan bir qoidasi bor Amerikada. Bu qatim bunday ishlarning hech qaysi bo'lmagan. Trumpning uydagilarga uyini aqtirish sotniki xati, ruxsat xatini ko'rsatmagan, bermagan. Andan keyin nimalarni aytdi, bu to'g'ri tizimlik yo'q, uni narsalarni bermagan. Andan keyin u uyda endi hamma yerlarda kameralar bor ekan, hatto saqchilar kameralarni o'chirishni talab qilgan gaplar bor. Bu jihatdagi bir qism ishlar jazmlashmaydi. Hozir ikki xil gaplar o'tirib chiqqan. Bo'libmi Amerika hukumati, bo'libmi Adliya ministri FBI'ni boshqaradi. Bu qatim bu uyga tekshirganlar FBI bilan yerlik saqchilar bo'lib, bular shu bu ichki o'rinniki Adliya ministrligi bilan FBI'niki ustidagi amaldorlar gapqilmay jim turib olganligi uchun hozir qaysi ish rost, qaysi ish yolg'on uqilolmayotdi. Endi o'tirib chiqqan bir qism gaplarda birsi uyni ko'rib turadigan kameralarning hammasini o'chirishni talab qilganligi, andan keyin uylik bütün odamlarni sirtga chiqarib atganligi, bundaq mashaq gaplar bor. Bu ishlar bundan keyin texnik aniq bo'ladi, oydinlashadi. Ishqilib bu qatimqi bo'lgan ish Amerikadagi mutlaq ko'p sondagi xalqlarni bir qatim cho'chitdi. Mushundaqmi ish bo'lgan bormi deb. Uniki birsi rasmiyatlarniki qonunsizligi, ikkinchisi maqsad. Nima uchun mushtaq ishni qiladi degan narsalar jihatda. Yalnız bu işten başka yine bu Trump'ın uyini aqtirdigan iş 8 günü oldu. 9'uncusla Cumhuriyetçi Kongressning a'zosi Trump'ni qo'llaydigan bir kongressmen var. İsmi Scott Perry degan kishi. Bu kishiniki tuyuqsiz berib, bu kishiniki telefonini aketgan saqchilardan, FBI'dan. Bu ish bo'ldi. Ondan keyin shu yilniki 6-oyda Trump'niki soda maslahatchisi Peter Navarro degan odam, bu odamning gapini emaslarga burun qilib bergan. Bu odam intayin Xitoyga qarshi, Xitoyni pek yaxshi bildiq odam. Bu kishiniki bir 10 yillardan burun chiqqan bir kitob bor. Kelgusini mo'ljallaydigan kitobi. Bu kitobda 2050 yillardan keyin Türkiye bilan
Meksika birleşip Amerikalı uruş qildi degandek mazmunlar bor. Ondan keyin maxsus Uyg'urlar ustidan to'xtalgan. Bu kishi aslida California University Irvine şöbesidagi bir professor burun. Men shu joyda bu odamning kitobini o'qigan vaqtimda bu odamga xat yozib uyimga taklif qilgan. Sababi kitobda yozilgan bir qism narsalar tez amaliyotga uyg'un emas. Unisi bek tez bo'lib qolibdi Uyg'urlarniki. Uyg'urlar to'liq mazmun. Shu bir fransayli deb uyimga taklif qilgan. O kishining ishlayotgan yeri bilan bizning uyning orlig'i 120 kilometrdan ko'proq uzoqroq keladi endi. Hatta boshqa o kishi menga javob berib, men hozir pek aldirash boramayman deb javob bergan. Bu kishi keyin Trump prezident bo'lgandan keyin Trumpga savdo maslahatchisi bo'lgan. Xitoylar hali titratgan odamlardan birisi. 6-oyda bu odam sirtqi ketib yetib, aydirimga borgan vaqtida Aşağıya FBI saçlarına adamları berip, bu adamı tutup, yegi baskan başlamış bu. Kuluğa koyuzu silip, apırıp sulap koygan bu kişinin. Bu iş bu adamga intayin eğri geldi. Şu işten ekin muhbirlar söylediği vaxtada közlerge yaşayıp, jılgıday olup durup, benim uyum saçlararası şunca yakın. Aslında beni bundaq aydırımda tutup, kuluğa koyuzu silip, saçlar qoğdap durup, eketmişsin o. Senden soruya işlerimiz var, saçlar arası kelgen depli koygan bolsa, men üzem bardı. Bularniki bu qılıqı, natsilarniki qılıqıdan farkı yok degan narsa gaplarni degan bu odam. Ishqilib Trump kelgan chaqda mushundaq ishlar bo'lib ketdi. Xabarlarda bor. Tarixda ko'rib boqmagan ahvollar yana bor. Trumpni ikki qatim impeach qilamiz, huquqini tashlaymiz deb ikki qatim impeach qilgan ishlarni kongressga olib bordi demokratchilar. Mana ishlarmi bo'ldi. Hatta boshqa bu ishlar nihoyatda behchiq odamlarni tushtiryapti. Amerika nega ketyapti? Amerika buningdiki qonun davlati bo'lamdi, bo'lamamdi. Nima uchun bu qo'sh o'lcham qo'llanildi Amerika hukumat boshqarish ishlarida? Masalan, Clinton prezident bo'lib keyin Oqsaroydan chiqib chaqda er-xotin ikkisi Oqsaroydan $200,000 qiymatidagi narsalarni uyga ketibdi ekan. Keyin Amerikadagi adliya idorasidan bulardan so'rab, narsalarni qaytarib bergan bo'lsanglar, biz tekshirib baksak nimalarni akatmanglar desa, ular rad qilibdi. Ashun bilan bu ish joyida qolib qolibdi. Herkes u Clintonning uyiga berib aqtirib bunaqa ish yo'q. Undan boshqa Hillary 2016-yili Trump bilan saylangan vaqtida prezident tanlashgan vaqtida esinglarda bor, Hillary nurg'un el-xatlarni o'ziniki uydagi kompyuterga qachilib olgan ekan, telefonlari yo'q. Keyin bu ishlar pashib qilib, tekshirgan gaplar chiqqan vaqtida Hillary telefon bilan uydagi kompyuterni bo'lqilab urib chiqib etgan. Butunlay vayron qilib etgan. Bu ayolning uyinimi aqto'g'a emas, saqchilar aqto'g'an emas. Bu ayolni so'qtatgan ish yo'q. Ashuni qilib qoldi bu ish. Ashlar yo'qolib ketdi. Ondan keyin meniki yaqinki ba'zi videolardan ko'rganimda Obama o'ziniki prezidentligini tugatib uyiga ketgan vaqtida Amerika hukumatidagi hujjatlardan 10 million varaq hujjatlarni uyga ketib ekan bu odam. Buni men keyincha rasmga tortib, to'rlarga qo'yib etaman. O'zimning nasri bor deb. Bu ketgan material yo'g'on, truckdaydi, 16 chaqliq mashina yo'g'on mashina. Ashunda bir mashina ketib ekan. Hozirga qadar buni surish qilgan odam yo'q. Bu shpetda to'ptiryapti. Ondan keyin hozirgi prezident Baydenning o'g'li Hunterning gapini bilasizlar. Uniki bir kompyutersi bir imtihon qilib, keyin buni tekshirib ichidan intayin cho'ng jiq nachar narsalar chiqqan. Bulubmu bu Baydenning o'g'lidagi Xitoy bilan bo'lgan munosabati. Xitoydagi qizlar, kichik qizlar bilan bo'lgan munosabat masalalari degandek, anadagi iqtisodiy masalalar nurg'un narsalar o'tirib chiqib ketdi, lekin buni hozir qadar hech kim tekshirgan yeri yo'q. Hammasi besiqliq. Lekin Trump kelgan chaqda oqaqadan voqealar bo'laveradi. Hozir bu qatim mash bo'ldi. Shunga kishilarni qattiq cho'chitib bu ishlarni. Amerika naymenvatidi. Amerika o'ziniki shu axloqiy o'lchimini, axloqiy qiymat qarashini, qonun bilan davlat boshqarish ishlarini salab ma'lumotda degan jihatda intayin cho'ng
hozir kishilarni cho'chitadigan ahvollar yuz berib endi bu yerda bu ishlarning yuz berishi asosligi Trumpning 2024 yili prezidentlik saylamiga qayta saylanishining oldini olish bo'lsa uning bir jinoyatni ortib turmuqli sulvitib uni saylamga qatnasha olmaydigan qilib qo'yish bu asosiy masala shu endi boshqa hozirgi ahvol qanday desanglar bu ishlarning yuz berishi bilan meniki hozir qadar kuzatgan ahvolimga asoslangan chog'da Trumpniki Amerikadagi innovati texnik eshib ketdi hozir eshib ketdi bo'libmi jumhuriyatchilar ichida burun bu yillardan jumhuriyatchilar ichida Trumpni qo'llaydiganlar 30% ekandiq hozir 80-90%ga berib ketibdi mana shu yaqin kunlar ichida andikin Floridaniki shtat boshlig'i burun qo'llash nisbati xili yuqori odamga tushib ketib hozir Trumpniki texnik eshib ketibdi hozir 91%larga olgan bo'lishi mumkin deydi kishilar bu bir endi xalqniki Trumpga bo'lgan himoyasi jihatda bu ish qandaqdir Trumpga ziyon solmasdan cho'ng foydasi bo'lyapti hozir endi qonuniy jihatdan Amerikaniki qonuniy jihatdan agar mushqatim Trumpga bir gunohni jinoyatni otib turmuq sulitib qolsa agarda bu odamniki qayta saylovga qatnashish slaydi bo'lmay qolamdi degan bir savol bor bu yerda endi Amerikaniki asosiy qonunida yozilgan bir odamniki prezident bo'lish bo'lishniki 3 sharti bor ekan bu 3 shartniki birinchisi chuqum Amerikada tug'ilgan grajdan Amerika grajdani bo'lish birinchisi ikkinchisi 35 yosh yoki undan yuqori bo'lish uchinchisi Amerikada kam deganda 14 yil yashagan bo'lish Amerikada tug'ilgan bo'lish 35 yosh yoki undan yuqori bo'lish hamda Amerikada kam deganda 14 yil yashagan bo'lish yana bir sharti bordi men bu yerda topolmadim asl 4 sharti bu ishqilib asos qonun yozilgan shart mana 3 ekan aslida bu boshqa agar bu qatim Trumpga bir jinoyatni otib turmalarga tutayotgan taqdirdami yine saylovga qatnasha oladi ekan 2024 yili burun Amerikada bunday ishlar bo'lib boqqan ekan prezidentlik saylovida emas boshqa yuqori darajalik huquq o'rni lekin prezidentlik emas ochiq saylovda turmada yotgan odamlarmi saylovga qatnashgan ahvollar bor ekan bu yerda bu qonunga aniq yozilgan bo'lg'achqa bu narsaga boshqa hech qanday gap qilolmaydi ekan vaqti kelgan chog'da shunga bu ishlar aslida hozir bu to'g'riliqmi hozir gap intayin ko'p hozir Amerikaniki mediasi u narsaga qarasanglar mana shu Trumpniki uyini aqto'g'anlik xabari ko'p tushirdilar hozirmi buniki oxiri chiqib qolmadi obiyatda men degandek adliya ministrligi va FBI'niki boshliqlari bu yerda tushuncha bermadi bularning xabari bor ekan lekin tushuncha bermadi hozir intayin ko'p savollar bor ahvollar mana shunaqa bo'lyotidi hozir endi meni qattiq o'yga soladigan bir ahvol bor bu qatim Nancy Pelosi Tayvanga borgandan keyin Xitoylar dumboqdoqlarini dirangishtirib Tayvan bo'g'izida har xil harbiy yonvorlarni o'tkazib ajoyib ishlarni qilib ketib boradi dunyoning diqqati biroz shu tarafga qaraldi hozir Xitoylarni ko'ranglab olib qo'yadi Xitoy Tayvanga hujum qilib qoladigan deb hozir mendiki kuzatishimcha dunyo yuz kelgan dunyo yuz kelayotgan dunyo yuzilayotgan xatarning ichida qandaqdir Xitoyniki Tayvanga hujum qilishi undan cho'ng xatar emas hozirgi cho'ng xatar Amerikaning chekinib ketib dunyodagi liderlik o'rnini yo'qotib qo'yishi agar Amerika chekinib ketib o'ziniki o'rnini yo'qotib qo'ysa buning o'rniga cho'qim Xitoylar chiqadi buni ko'ryapmiz agarda tasavvur qilib beqing Amerika dunyoga Amerika xo'jayin emas Xitoy xo'jayin bo'lgan bir dunyo qandaroq dunyo sizlarning nazaringlarda men bu to'g'riliq inglizcha Twitterga chiqardim yozgan dunyoning diqqatini qo'zg'ash uchun endi yozgan hozirgi yaqin Amerikada yuz berayotgan ahvollar odamni intayin andishaga soladi agar Amerika chekinib ketsa Amerika qonun davlati bo'lolmay qolib qolsa o'ziniki dunyodagi xo'jayinlik o'rnidan tushib ketib qolsa bu dunyo biz tunimaydigan bir dunyo bo'lib ketib qoladi
Uyg'ur masalasiniga hali bo'lishi Sharq Turkistondagi mustaqillik u to'g'riliqmi qat'iy boshqa bo'lmaydi. Mavo cho'ngra xatar hozir. Shunga bu ishlarga biz bundan keyin davlat diqqat qilmasak bo'lmaydi. Bizniki bevosita tadbirimiz bilan munosabatli ish bu. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa pek yaxshi bo'lardi. Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Xitoy Kompartiyasiniki Shi Jinpingga ag'darilishi shu yerda bo'ladi. Shuning bilan bizning ishlarimiz bu butunlay boshqacha bir tarafga yuzlanadi endi. Shunga lekin hozir bunday ishlarga bo'lish ehtimolligi intayin tuvan. Xitoy qanchalik dumboqlarini chetkazsin, Xitoyniki armiyasida intayin kuchli chiriklik bor. Xitoy armiyasi bilan Amerika armiyasini islashtirish mumkin emas. Mayli insonlarniki sapasi nuqtasidan bo'lsin, qurol yarog' nuqtasidan bo'lsin, yig'imi kelmaydi. Chunki bunda urush yuz bermaydi. Agar yuz berib qolsa biz uchun bir cho'ng omad deb. Ondan keyin hozir yaqinda anglanglarcan Amerika yeni bir qism tadbirlarni qo'llayotdi Xitoyga qarshi. Hozir yaqinda Amerika, Yaponiya, Koreya, ondan keyin Tayvan. Mush 4 davlat chip deymiz, endi Krimni zapchasi. Bütün shu aqliy asablarga ishlatilgan, mashina ishlatilgan, aeroplanlarni ishlatilgan yerim o'tkazgich chip deb qo'ydi. Shu narsalarni taraqqiy qildirish jihatda bu 4 davlat hozir bir hamkorlik tuzyapti. Bu asosan Xitoyga qarshi olingan tadbir. Agar bu 4 davlat bu jihatdagi texnologiyalarni taraqqiy qildirib, Xitoyni sirtqa qoldirib qilsa, Xitoyniki ishlar asosan yuzlanmaydi, hozirgi bek taraqqiylanmaydi. Bu ishlar bo'lyapti, shunga bu jihatdagi qandaqdir Xitoy Tayvanni so'lamdikin degan ishlar hozir yaqinqi natijalarda mumkin emas. Buni mana shunday deb qo'yay. Endi vatanning ishiga kelsak, sizlarga deydigan xush xabar yo'q ina. Yaqinqi bo'layotgan ishlarniki hammasi Shi Jinpingniki Uyg'urlarga qaratgan, Uyg'urlarga tuzgan planiniki asosan amalga ish bo'lganligini ko'rsatyapti. Bu bir pek nachar xabar. Men izchil turda shu ansirab so'zlab kelgan ahvol shu. Buningki bir alomati yaqinda Shi Jinping degan jallod Sharq Turkistonga berib, u yerni bir necha kun ziyorat qilib keldi. Bu amaliyotda o'ziniki nima g'alaba qozonganligini jakalash uchun bordi Sharq Turkistonga. Hozir endi bu yaqinqi necha kunlardan buyon Xitoy hukumati Xitoy Birlik ishlar ministrligini ish qilib, muhojirlarni Sharq Turkistonga taklif qilib, ular bilan yig'in ochib, u ishlarni qilyapti. Bu ishlarniki hammasi undan boshqa, hozir biz uni qilyapti. Necha kun oldida Xitoy hukumati yana 30 dak islom davlatlarining davlat arboblari va diplomatlarini Sharq Turkistonga taklif qilib, o'zlari tanlagan, tayyorlagan yerlarni ekskursiya qildirib, ularni xalqaro so'zlatib o'tadi. Bularning davatqani Xitoy hukumati muqimlikni ishga oshirish va kambag'allarniki turmush saviyasini o'stirib, kambag'allarni yo'q qilish jihatda odamni hayron qoldiradigan natijalarni qo'lga keltiribdi deb hozir ig'izniki sho'rgalarni aqtirib maqtayotdi Xitoyni. İslam devleti, 30 neçe İslam devletinin qilayotgan ishi bor. Ondan keyin tunugin Shi Jinpingniki Saudiya Arabistonga ziyoratga borganligi o'tirib chiqdi, shundan keyin o'tirib chiqdi. Saudiya Arabistondan agar Shi Jinping kelsa, uni eng oliy darajalik davlat mehmoni sifatida kutib olganligini debdi. Bu qanday ekan desanglar, o'tganda Trump Saudiya Arabistonga borgan chog'da arablarniki bir qilish o'yinlarini Usayn deb bir kutgan Trumpni. Shi Jinpingni mana shu darajada kutmoqchi ekan. Bu ishlarniki hammasi endi hozir endi Xitoy Uyg'urlar haqida qilgan ishlarni qilib bo'ldik. Endi qog'alarni opirib, ko'rsatib, ko'zni bo'yab, shu orqali dunyoniki hozir qadar egallagan Uyg'urlar haqidagi uchurlarning hammasini yo'q chiqarib,
aşağıdan kurtulup ketemiz deb cihata ish ko'ryotidi bu Xitoy hukumati. Bu amaliyotda Xitoylarniki 2000 yildagi tarixga ega bir millatni yo'q qilib taktikisiniki bir qismi birisi bu. Bu jihatda Xitoylarniki to'rtta taktikasi bor. Shuniki birisi men hozir u nima desanglar, agar bir xalqni yo'qotmoqchi bo'lsang, oldi bilan uniki inovatini yo'q qil deydi. Yolg'on cho'chak gap so'zlashni taqdib inovatni yo'q qilgin, yolg'iz qoldig'in deydi. Yolg'iz qolsin deydi. İkincisi ularniki u millatniki iqtisodini vayron qil. Uchinchisi u millatniki badanini, jismoniy quvvatini butunlay yo'q qilgin deydi. Vayron qilgin deydi. Badanini yo'q vayron qilgin deydi. Bu Xitoyniki 2000 yildan ortiq tarixga ega taktikasi hozir endi Uyg'urlarni burundan tortib islom dunyosida, Türk dünyasida yolg'iz qoldirishga tirishib kelgan muvaffaqiyat qozondi. Uyg'urlarning asosan hozir hech qanday turklardan, musulmon davlatlardan do'sti yo'q. Yolg'iz qoldi de. Hozir endi Xitoy o'ziniki jinoiy ishlarini yo'shirish, yo'q chiqarish uchun endi mushtaraflarda ishni boshlayapti bular. Shunga yaqindagi Birleşik Ministerliginiki muhojirlar yig'inlari ichib bu ishlarni qilayotishniki sababi shu. Xi Jinpingniki Saudiya Arabistoniga bormoqchi bo'lishniki sababi shu. Xabarlarda bor Xi Jinpingniki chet elga chiqib boqmag'ili hozir 2 yildan oshdi. Bu dunyo tarixida bir davlatniki boshlig'iniki chet elga 2 yildan ko'p chiqmaslik bunday ahvoli intayin oz ko'rilgan ahvol ekan. Xi Jinping chiqmagan. Bu yil 10-11 oyda Xitoy Kompartiyasiniki 20-qurultayı bo'ladi. Shu qurultayda saylanishiga daxl etmesin yoki bir siyosiy qasb narsalar o'tirib chiqib qolmasin deb bu jallod ishlarga borolmay yurgan. Hozir endi Saudiya Arabistonni tanlabdi. Uniki bir asosiy maqsadi Saudiya Arabistonniki nefti deydi. Yana bir maqsadi menimcha Uyg'ur masalasi. Yana Uyg'urlarni yolg'iz qoldirish uchun bu ishlarni qilyotdi. Ish qilib ahvollar shundaroq bu ishlarga men shaxsan intayin echinaman. Ben izchil turda islom dunyosidan norozi bo'lib keldim. Leksiyalarimda boshqalarga suhbat seminar bo'lganchalarda so'zladim uni. Shu o'tib ketgan 6-yil o'tib ketgan shanba kuni Amerikadagi bir islom tashkiloti bilan yana bir seminar bo'ldi. Uni Islamiy City deydi ekan. Islamiy City deydi ekan. Shularniki boshliqlar bilan bir seminar bo'ldi. Bularniki Amerika ve başka devletlarda bulup 1 milyondan artık azası varken şularla ipağa şu seminarda ben bu işini yine kayıt tekledim. Uygur meselesi gelince İslam dünyası İslam prensipini bütünley veyran kuvvetli. Aslında bütün Müslümanlar kerindaş, Müslümanlarniki bir kısmı bir zalimniki zengeşke uçurgan çağda qalgan musulmonlar zengash uchirilgan musulmonlar bilan birlikda zolimga qarshi turish kerakdi. Lekin hozir bo'lsa islom davlatlariniki hokimiyat beshidagi kishilar qandaqdir Uyg'urlarga istoshlik qilish, yordam qilish u yoqda tursin. Sukutmi qilolmay Xitoy bilan bir maydonda turib Xitoyni maqtab, Xitoyni qo'llab kelyotdi. G'arblarga qarshi. Bu ahvol hozir bu kadar tarqalib kelgan islom prinsiplariga butunlay xilof. Shuning bilan butun dunyoni uyg'otyapti. Islom prinsipi rost narsami yoki yolg'on narsami? Credibility deyilgan gap bor inglizcha. Shu salohiyati aslida o'tirg'i qo'yilgan shu islomniki, islom musulmon bo'lish mustaq bir o'lchamlari kuchga ega emasmi? Biz bundan keyin islom dunyosidagi diniy tashlanlik gapiga ishlanmadik degan masala o'tirish qo'ydi. Mushkillarni dedim men. Men o'zim bu to'g'riliq ish qilib intayin qattiq noroziligim bor. Biz hozir qadar bilgan islom bu qatim Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da boshqa bir narsaga o'zgarib ketdi. Mushkildan seminarda bu gapni dedim. Ular bir video tarqatdi shu seminar to'g'riliq. Xudoyim bo'lsa bir necha kun ichida men uni Facebook'a chiqarib qo'yaman. Ingliz tilida qoldi, qarab olsanglar bo'ladi. Ish qilib bizning ahvolimiz hozir shunday.
Yaqindagi ijtimoiy tarmoqlar bak jimib ketdi Uyg'urlarniki. Menimcha qarindoshlarning hammasini aytib qattiq o'yda hozir. Hozir bizniki vatan yo'li ochilmaydi. O'rtoqlarimiz, ota-onalarimiz, qarindoshlarimiz bilan tekcha telefonda so'zlashamaymiz. Bu xil ahvol davom etyapti. Xitoy bo'lsa hozir endi ishni ochmay turib bu elektronlik xabarlash munosabatlarini nasrini ochmay turib endi Sharq Turkistondagi Uyg'urlar andaq baxtli yashayotdi, mandaq baxtli yashayotdi deb Şinjan hikayesi deb bir qism hikoyalarni to'qib bütün Xitoy davlat apparatini ishga turib buni dunyoga taqdim hozir. Shu qilib bizni bu jihatda bizni xushal qiladigan ishlar texib bo'lmaydi. Ashta boshqa meniki farzimcha nurg'un qarindoshlar hozir chunqur o'ylanish ichida deb o'ylayman. Zaten qanday qilsak bo'ladi deb. Ishqilib biz umidni boshqalarga bog'lab dunyodan umid kutsak biz umidsizmiz. Buni izlab deb kelyapman. Hozirmi beshimizni yutyapti bu ishlar. Bo'libmi o'zimiz tirishmay turib Uyg'urni qutqizish, Uyg'urlarniki beshagan irqiy qilishni to'xtatish vazifasini boshlarga otib qo'ysak, bu ish yuz bermaydi. Men bu to'g'riliq islom tarixida yuz bergan ahvollarni yakunlab, buyurilgan yordam va tirishchilik degan maqolamda konkret narsani o'tirib qo'ygan. Hozir buniki bir jonliq misoli bor. U bo'lsa Ukraina. Ukraina xalqi cenini alqını yapıp otura çıktı. Nurgun bedellerini to'ladi. Şunu bilan dünya yardım qiladi bularga. Meniki shaxsiy his qilayotganim bu bularga Alloh yardım qiladi. Xalq o'ziniki cenini alqını yapıp turib oturga chiqqanligi uchun biz Uyg'urlar bizimiz jim turib olib, bizim masalamizni hal qilib bersin deb boshqalarga otib qo'yib o'tirsak bo'lmaydi. Bu ish yuz bermaydi, qat yuz bermaydi. Hakikaten biz ümitni başlığa bağlı koyulan vaktimizde, dünya bağlı koyulan vaktimizde biz ümitsizliğimiz, hazır ahval buvatıdı. Şuna üzümüz kalayan işlerine, üzümüzün varlık zihni, vakti, gücü, pulsi müşli merkezleştirip yine en yukarı derecede tirişini damlaştırmamız gerek. Bu cihette biz üzümüzün dikkatini hazır endi vatanlik xalqlar uchun boshqa ish qilmaganligimiz uchun bevosita biz chet eldagi O'rta Osiyodagi, Turkiyadagi mush xalqqa qaratishimiz kerak. Mush jihatda nima ishlarni qila olamiz? O'zimizniki taqdirini yaxshilash jihatlarida qanday ishlarni qila olamiz? Mush jihatda ko'proq izlashimiz kerak. Yaqindagi Twitter'da Xitoylar yine bana yeniden hücum başlattı. Bulupmu ben bu 2014 yıldan keyin Sharq Turkistonda 9 milyon etrafındaki Uyg'urlarniki yo'qolib ketganligi izchil deb kelyapman men. Mushin qarta bo'lasan 9 millionni buniki isboting nada? Isbotini o'tirib qo'y deganda gaplarni deyapti. Men dedim, men o'zim egallagan uchurini aynan tarqityapman. Chiqaryapman. Sen mendan u narsani talab qilmay, Xitoy hukumatidan ishigini ichvat xalqaro dunyoga kim bora olsa, bo'lsa boralagan qilib qo'ygan Sharq Turkistonga deb Xitoydan men talab qilgan. Andan keyin BDTdan Sharq Turkistonga tekshirish ummatlarini avatib, zodi Uyg'urlarga qancha ziyon bo'ldi, shuni tekshirishni talab qilgan dedim. Sen mendan talab qilmay, men qo'limda kelgan ishlarni hammasini qildim. Egalig uchurimni chiqaryapman. Sen Xitoy hukumati bilan BDT va boshqa xalqaro tekshirishlarga talab qo'ygin deb ashada javob beryapman. Qisqasi biroz kuchaydi bu jihatdagi menga bo'lgan hujum. Buni maslaga bir deb qo'yay. Endi buyanki deydigan yana bir muhim ish Uyg'ur Project fondi o'tgan hafta bir Uyg'ur Ma'rif fondi degan bir fondini qurganligimizni e'lon qildik. Qurganligimizni hamda Facebookda yan to'plashni boshladik. Buningga ata saq bir hafta bo'ldi. Lekin biz uni to'xtatdik. Ata qo'yib qo'ygan. Ya ata ishga hozir ishga hafta bo'ldi ekan.
Saq bir hafta bo'lgandan keyin oldin o'tib ketgan yakshanba kuni kechda biz bu yan to'plashni to'xtatdik. Sababi yan to'plash biz o'ylagandek bo'lmadi deb birinchisi. Ashta bo'lg'achqa to'xtatdik. Endi mushundaq bir ishni boshlamay turib, xalqniki ra'yini bildirib bo'lmaydi. Chet eldagi Uyg'urlarniki ra'yini bildirib bo'lmaydi. Ular nimani istaydi bildirib bo'lmaydi. Şoňlaşqa biz bu işni başlap baktık, qıp baktık. Ünümü yaxşı olmadı, toxtub qoyduq. Biz aldığımız qarab ketiverimiz. Yan toplaş toxtadı. Lekin Uyghur Maarif Fondi toxtagını yo'q, u mavjud, bundan keyin davomlashib ketaverdi. Biz o'tgan hafta o'tirib qo'ygan yana bir isboti saxovatchilar sharaf taxtisi degan bir narsani qilmoqchi ekanligimizni. Men Facebookda yana qolgan qarindoshlarniki bir qismidan so'rab baxtim bu ishni xohlaydigan xohlamaydiganligi. Ondan keyin hozir qadar o'xshamagan turlarda yordam qilayotgan qarindoshlardan so'rab baxtim bir qismidan bu ishni xohlaydigan xohlamaydiganligini. Chiqib men so'rganlarning hammasi bu ishni rad qildi. Ashta bo'lg'achqa bu saxovatchilar sharaf taxtisi amaldan qoladi. Bu yerdagi cho'ng sabab hozir biz o'zimizniki bir mustaqil davlat yo'q. Xitoyning qo'lida, lekin hammamizniki vatanda ota-onamiz, qarindoshlarimiz, urug'-tuqqanlarimiz bor. Ashta bo'lg'achqa ismi chiqib qoldigan ishlardan nurg'un qarindoshlar ehtiyot qilyotdi. Buni biz tushunamiz, men bu tushunaman. Ashta bo'lsa-mu Uyg'urlar uchun to'p qo'shgan qarindoshlarniki to'pisini muayyanlashtirish nuqtasidan ashta bir ishni qilaylikki deb o'ylagan ko'pincha qarindoshlar buni qandaqda o'ziniki namataq uchun qilmayotganligi, o'zining chin ko'nglidan qilayotganligi, shunga buni boshqa bilmay qolsin, ansiramaydiganligini dedi. Bu ishdan men pek xushal bo'ldim. Shunga bu ish amaldan qoldi, to'xtab qoldi endi. Endi saxovatchi bilan shug'ullanishni uzlamkin intayin shartli ish. U davlat aramaydi, millat aramaydi. Qayerda bo'lsa saxovatchilarniki hammasi xalqniki intayin cho'nqur olqishga erishidi. Tarix unutmaydi bunday kishilarni. Aytib boshqa qandaqdir bu sharaf taxtisini yo'qolib ketish bilan Uyg'urlar ichidagi saxovatchilarniki o'rnashib ketgan ahvol mavjud emas. Shunga hozirgi reallik biz mustaqil qilishga qistidi. Agar biz bir mustaqil bo'lib qolsak, Xudoyim bursa, bu ishlarni biz qaytadan vujudga keltirib, bir qism kishilarning ismini bir oltin taxtaga uydigan ashtalarni qilishimiz mumkin. Amerikada oliy maktablarga borsanglar, hammasiniki bir temada shu Arab fakultetidagi eng bir ishga berilgan mukofotga erishgan kishilarni, o'quvchilarning ismini uyib qo'ydi. U taxtayniki rangi oltin rangli endi, oltin yasalgan emas, o'sha rang berilgan endi. Ashta bularni hammasi xotirlanib ashta qilib, Uyg'urlarni ashta bilish kerak desada, hozir endi o'zimizning davlat bo'lmaganligi uchun ba'zi ishlarda bir qism ishlarni qila olmaymiz, ammo buni to'g'ri tushunamiz. Endi sizlarga bu qatimki pul yig'ish ahvolidan qisqacha xulosalab beray. Bu qatim nimada Facebookda yig'ilgan pul $923 yig'ildi Facebookda. Bunga 17 kishi yana qildi. Ondan keyin Amerikada maishat qayda turadigan bir inimiz $1000 berdi. Bunu Facebook emas, bevosita. Amerikadagi yana bir qarindoshimiz $200 berdi. Yana bir qarindoshimiz meniki tuqqudimi? U $300 berdi. Ondan keyin yana bir qarindoshimiz $100 berdi. Kanadadan bir qarindoshimiz $100 Kanada dollari berdi. Yevropadagi bir qarindoshimiz $100 berdi. Ondan keyin Amerikadagi yana bir qarindoshimiz $100 berdi. Türkiye'deki bir qarindoshimiz her ayda 100 Türk lirasıdan birdigan bo'ldi. Hem bu qatimliq pulni berdi. Bunun ichida ikki qarindoshimiz bergan pul, men o'tgandagi videoda gapini qilgan yetim bolalar yaslisiniki xarajat uchun berdi. Shunday qilib u xarajatni biz Uyg'ur Project fondidan chiqarmasak mı bo'ldigan bo'ldi. Bu ikki qarindoshimiz u pulni her ayda birdigan bo'ldi. Ondan keyin mening tuqqanim bergan $300 pulni men o'tgan qatimliq videoda xatni o'qib bergan bir o'quvchi bor, bir yil o'qish pulini to'layolmagan. Uniki yarim yil o'qish pulini biz to'layotgan,
qolgan yerimini tuqun shu o'quvchiga berish uchun bu pulni berdi. Biz qolgan yerimizga o'qish pulini va'da beramiz deganda. Shu kunning ichida. Ashuna qilib andan keyin biz men turayotgan yerdagi bir inimizning bergan $1000 pulsimi shu yosh o'smirlarni shu hozirgi zamonga moslasha oladigan bir shaklda tarbiyalash uchun kuch chiqarayotgan Uyg'ur yetim bolalar yaslisi va yoki boshqa ashtaq ishlarga ishlatgan bo'lsa deb berdi bu pulni. Shunga bu pulni nishonchonligi bor, boshqa ishlarga ishlatmaymiz. Faqat ashtaq turlarga ishlatamiz. Shuna qilib bu qatim yig'ilgan jami pul $2800. Ben $10,000 deb nishonni chiqargan $2800 yig'ildi. Endi Facebook'ta ko'p yig'ilmaganligi uchun bu ish unumli bo'lmaydi ekan deb biz to'xtab o'tdik. Lekin Uyg'ur Ma'rif fondi to'xtamaydi. Bu ish uzun muddatli ish. Shunga bu jihatda yana yordam qilishni o'ylayotgan qarindoshlar bo'lsa, davomli yordam qilsanglar bo'ladi. Endi bu yerda deb qo'yilgan bir gapim bor meniki. Men hozir mushtaq ishlarga ko'p vaqt sarf qilyapman. Mushtaq yan to'plash, pullarni bu taraf qilish ishlarga ko'p vaqt sarf qilyapman. Amaliyotda men u ishlarga ko'p vaqt sarf qilmay, hozirgi ehtiyojimniki o'tishdan o'zimcha kasam chiqalaydim. Lekin asosligi bu yerda millat uchun biroz ish qilay deb o'tirg'a ishga chiqolmayotgan. Mushtaq iqtisodiyotdan yordam qilib bo'lsa-mu, millat uchun bir kishilik to'pamni qo'shay degan qarindoshlarga bir fursat yaratib berish uchun mushtan qilyapman. Men asli bir tadqiqot chiqdim. Hozir bir boshqaruvchi bo'lib qoldim. Shunga yangi nasllarga zamayman hozir. Intayin ko'p boshqaruv ishlarim bor. Shunda 2 soat ishlayman har kun ishlar qilsam oldirash ara yetishib ketyapman endi. Shunga buni sababi shu. Sizlarga men bu gapni bir tushuntirib qo'yay dedim. Shunga Müştaq konkretlarga deb o'tirishimning sababi shu. Endi bu yerda yana millatga deydigan ba'zi gaplarim bor meniki. Nancy Pelosi Tayvanga borgandan keyin Xitoyniki Tayvanga bo'lgan popozisi hozir kuchayib ketdi. Tayvan bo'g'izida to'xtamay harbiy manevr o'tkazib, u ishlarni qilyotdi. Mushlardan keyin Tayvandagi bir korxonchi Tayvan hukumatiga $100 million pul verdi. Mush pulda Tayvandagi davlat mudofaa ishlarini kuchaytiringlar, qurollaninglar deb $100 million pul verdi. Meniki magapni qilishimda bir muhim sabab bor. Pixsiq va o'limdan qo'rqadigan millatning umidi yo'q. Unda millat yo'qolib ketadi. Biz burun xili cho'ng xatolarni o'tkazdik bu sohada. Agarda sizlar 1910-yildan 1949-yilgacha bo'lgan tarixni obdan tashkil qilgan bo'lsanglar, Uyg'urlarniki pixsiqligi Uyg'urlarga kelgan ziyon oz emas. Ajoyib ishlar bo'lgan shu vaqtda. Biz bunday kun bo'lib qolmasak, biz bir pixsiq o'limni qo'rqadigan millat bo'lib qolmasak, agar ashlar bo'lib qolsak, biz o'zimizning kelgusini umid qilolmaymiz. Endi bu yan to'plashni to'xtatib turdik. Men bugun bu jihatda boshqacha bir yangi narsani o'tirib chiqmayman. Lekin ko'nglimda chunqur tayyorliklar bor kalamda. Agarda bundan keyin Uyg'urlar qilmisi bo'lmaydigan intayin xalqliq cho'ng ishlar o'tirib chiqib kelib, u ishlar pul tufaylidan vujudga chiqmayotgan bo'lsa, men shu yan to'plash ishida yana qayta o'tirib chiqaman. Uyg'ur Project fondi qayta o'tirib chiqadi. Shu chaqda men o'zim boshlamchi bo'laman. Bu ishni qayta qilamiz. Uyg'ur millati qandaqdir bir qancha million dollar pul sababidan o'ziga kelgan, hozir o'ziga kelayotgan oltin fursatlarini qo'ldan keltirib qo'ysa bo'lmaydi. Bu biz uchun nomusludi. Chet eldagi Uyg'urlarda bu jihatda cho'qim iddiyalar bo'lishi kerak. Chet eldagi Uyg'urlar ichida
Uyg'urlarniki haqiqiy qilish ishlar uchun bir qitim 10 ming dollar pul chiqara oladigan Uyg'ur qarindoshlardan necha mingi bor. Shunga pul Uyg'urlarniki bundakinki ishlarga to'salg'i bo'ladigan ahvol kelib chiqmasin. İyi taraf qo'yinglar. Vaqti kelgan chog'da men o'tirish qilman bu jihatda. O'zim boshlanchi bo'laman. Bugun mushkil deb qo'yay. Endi bugun so'zlaydigan yana bir tema bola tarbiyasi. Meniki bir yaqin do'stim bor, biz davomli fikr almashtirib turadigan. Bu do'stim ayni vaqtda vatanda uzun muddat o'qituvchi bo'lgan. Hamda Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullangan. Keyin g'arbdagi bir elga chiqib, tilshunoslikda aspirantlik o'qigan. Yozgan ko'p maqolalar bor. Uyg'ur ma'rifi va Uyg'ur bola tarbiyasi to'g'riliq. O'tgan haftadagi meniki videolarni anglagandan keyin halqi yetim bolalar yeslisi haqidagi mazmunlarni ko'rgandan keyin o'zining bir qism ideyasini men bilan o'rtoqlashdi. Menga yozib o'tibdi. Men aslında azroq bir qismini sizlarga o'qib beray. Diasporadagi bo'libmi g'arb dunyosidagi Turkiyami buning ichida Uyg'ur milliy ma'rifininki tubki vazifasi yoki chiqish nuqtasi g'arb dunyosida Uyg'ur milliy kimligi va Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish va taraqqiy qildirishdan iborat bo'lishi kerak. Bu jihatda nuqtaliq obyekt Uyg'ur bolalar va o'smirlar bo'lishi lozim. Uyg'ur milliy kimligini saqlab qolish va taraqqiy qildirishning eng muhim tarkibiy qismi bo'lsa, Uyg'urlarning etnik, ya'ni biologiyalik xususiyatlari va yoki alayliklari bo'lib hisoblanadi. Bu ishni kapolatga ega qildirishning eng tubki omili Uyg'ur yoshlari o'zaro to'y qilishdan iboratdir. Men bu ko'z qarashlar butunlay qo'shilaman. Amaliyotda biz bir ishlarni alqalchani boshlab qo'ygan xarinadi bor. Kalnur.com deb tor betini qurdik, qancha pul xajlab. Mush sabablar tufayli men keyin xatini o'qishni almashtiray. Shundoq bo'lganda Uyg'ur etnik xususiyatlarini asrlar bo'yicha davomlashtirg'ili bo'ladi. Faqat Uyg'ur oilasi mavjud bo'lgandala ondan Uyg'urlarning ijtimoiy milliy kimligini, ya'ni Uyg'ur madaniyatini g'arb dunyosida saqlab qolish va rivojlantirishningki asosiy yoritilgan bo'ladi. G'arb dunyosida Uyg'urlarning mavjudligini fan texnikaga tayinib saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Bu yerdagi ma'qul masala muhim. Bu yerda Uyg'urlar g'arb dunyosida Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qolish fan texnikani tarqatish orqali bo'lgan narsa emas deydi. Lekin Uyg'urlarning taqdirini o'zgartirish bu jihatlarda bu fan texnik jihat taraqqiyoti intayin muhim. Buni izchil turda ta'kidlab kelyapman. O'zimizniki Yahudilar bilan bo'lgan farqini davom ettirib kelyapman. Mana shu uqum olishib ketmasin. Men hozir gap faqat Uyg'urlarniki mavjudligini g'arb dunyosida saqlab qolish qaratilyapti. G'arb dunyosida Uyg'urlarning mavjudligini fan texnikaga tayinib saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Chunki ilg'or fan texnika bilan tarbiyalangan Uyg'ur o'smir yoshlari faqat shu o'zlari yashayotgan mamlakatlarning kuchlanishi va taraqqiy qilishiga hassa qo'sha oladi. G'arb dunyosidagi Uyg'ur milliy ma'rifi Uyg'ur bolalar o'smirlarning har qaysi davlatlarning ma'rif sistemasi bo'yicha ta'lim tarbiya elishni asos qilgan holda taraqqiy qildirish shart. Bu yerda demoqchi bo'lgani chet eldagi Uyg'urlarniki ma'rif o'qish ishlarini shu o'zi turayotgan davlatniki ma'rif sistemasiga tayinib epirish kerak deydi. Bularni Uyg'urlar qandaqda o'z oldiga ayrim qurib taraqqiy qildirman aşağı deydigan bir zurriyat yo'q bu yerda. Har qaysi davlatlarning ma'rif sistemasiga daxli taruz qilish faoliyatlari bilan shug'ullanishdan ehtiyot qilish va saqlanish zarur. Ya'ni bizning qo'tqashimiz biz yashayotgan davlatniki ma'rif ishlariga daxl qiladigan, to'sqinlik qiladigan ishlar yuz bermasin deydi. Konkret qilib so'zlaganda Uyg'urlar ochgan yasli ishdan sirtqi boshlang'ich o'rta maktablarda
Uyg'ur til yazıqı ve medeniyetini çöğürgen alda derslerini tesis qilish lazım. Tabiiy fanga oid bilimlarni Uyg'ur bolalar o'smirlarning davlatlik maktablarda o'qib egallash imkoniyati bor. Shunlashqa bu jihatda odam kuchi va iqtisodni sarf qilishning ancha hojati yo'q. Bola tarbiyasida o'qiganlar xatmishada tugabdi, do'stim yozgan xatda. Ishqilib belki o'quv masalasi hozir Uyg'ur Project Fondi shu chet eldagi Uyg'urlarniki bola tarbiyasi ishlariga bir qism pullarni ajratyapmiz. Ashta boshqa bu pulni xashlash bolalarniki Uyg'ur madaniyati, urf odati, tili, Uyg'urlikni saqlab qolishga ishlatilishi kerak. Ma'rif emas deydi. Bu Uyg'urlar yashayotgan davlatlarda ma'rif taraqqiy qilgan bo'lishi uchun ilm fan texnika qatorliq ma'rif o'quvchilarini shu o'z yashayotgan davlatniki ma'rif sistemasiga tayinib turib epasi bo'ladi deydi. Axatniki davom etmaydi ekan, men bir yanımki mesela qistirib qo'yib ekanman, shuni biroz kongrab qoldim. Axatning davomi bunda. Bolalarning yasli davridagi hayotida bilim jihatdagi ta'lim tarbiya muhim nuqta qilinmaydi. Yaslining asosli xizmati bolalarning sog' salomatligiga ahamiyat berish asosida bolalarni jismoniy va aqliy jihatda tabiiy holda taraqqiy qildirishdan iborat bo'lishi zarur. Bu davrda bolalarga bilim berish asosli o'rinda emas. Shunlashqa bu mezgilda bek ko'p darslarni o'rinlashtirish bolalarning jismoniy va aqliy jihatdan normal o'sib yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatib qilishi mumkin. Siz o'qib bergan xatdagi yaslida dedim, o'tgan haftadagi videoda bir yaslidan kelgan xatni o'qib bergan, shu xatga qarata da'vatladim gapni. Siz o'qib bergan xatdagi yaslida bolalarga Uyg'ur yoziqidan savad chiqarish, Qur'on darsi, islomiy bilimlar va matematika qatorliq darslar o'tiladi ekan. Mencha bu darslarning hech qaysisining hojati yo'q. Bu darslar yaslidagi ko'p sonli bolalarda og'ir ruhiy besim paydo qilib qolmasdan, yana bolalarda yodlab o'rganishdan iborat nachar o'rganish odati, stilini shakllantirishiga turtki bo'ladi xolos. Yasli davridagi mazmunlar bolalarga har xil bolalar o'yinlarini o'ynatish, hikoya so'zlab berish va bolalarni so'zlatish, rasm chizish, naqsha aytish, usul o'ynash, tepishmoq tepish, milliy axloq fazilat va urf odatlardan dastlabki savodlar hamda eng oddiy son sanoqlarni o'rgatish yuqori yilliklarda dedi, yasliniki yuqori yilliklarda qatorliq mazmunlardan iborat bo'lishi kerak. Bolalarning yasli hayotiniki oxirgi yilida bolalarga o'zlari yashayotgan mamlakatdagi maktablarda qo'llaniladigan yoziqdan dastlabki qadamda savad chiqarish darsini o'rinlashtirish muvofiq bo'ladi. Bolalar Uyg'ur yoziq savodini keyincha ishdan sirtqi Uyg'ur boshlang'ich maktablarda chiqarsa muvofiq bo'ladi. Menga kelgan xatdagi sizlarga demoqchi bo'lgan mazmunlarni shunday tugadi. Men bolalar tarbiyasi to'g'riliq xiljiq maqolalarni yozdim. Keyin shu maqolalarni hammasini yig'ib bir kitob chiqildim. Bir kitob qildim. Kitobning ismi Bolangizga to'g'ri kuying. Bu buniki tayyorlagan kitoblarimniki 8-si, tor kitobimniki 1-si. U tor kitobi bosdim bo'lgan. Bu tor betida bor hozir. Shu maqolada yuqoridagi do'stimniki yozgan bir qism narsa tilga ilingan. Chet eldagi bolalar uchun eng muhim narsalar qaysilar degan narsalar. Shunga hozir shu bola tarbiyalash ishlari bilan shug'ullanayotgan qarindoshlar shu mening shu kitobimni bir o'qib baqsanglar. O'qib baqsanglar to'r kitobi to'rda bor. Uni tushiragli bo'ladi. Men adresini shu videoning oxiriga yozib qo'yay. Bu bola tarbiyasi bir xil ilm fan.
G'arb ellərdə intayin mühim rol oynaydigan, andikin G'arb dünyası nəydi uzun müddət şug'ullangan ilim fanlarniki birisi child development deydi. Amerikadagi cho'ngroq olim maktablarning hammasida mushtaq fakultet bor. Mening beshimdan bir qismi shu o'tdi bu jihatda. Masalan, burun vazifalarni deb berdim. Men Amerikaga kelib fizikada magistrlik bo'lgandan keyin davomli o'qishni davomlashtirib aytsam, pul yo'q, o'qish pulini to'laydigan. Shunga bir yil ishlab ketib, ondan keyin o'qishni davomlashtirib deb xizmat izladim 1990-yili. U chaqda Sovet ittifoqi gumron bo'lib, Amerikadagi nurg'un davlat mudofaa ishlari bilan munosabatlik shirkatlar taqilib ketdi. Ishsizlar intayin ko'payib ketdi. Ko'payib ketib xizmat tepish pek tashlab ketdi. Men xizmatni o'zga izlab hech qanday ishlarni topolmay, eng oxiri Hollywoodda artistlarniki bolalarni boqsa, $2000 maaş verdi ekan, uyda haqsiz tug'izdi ekan degan gapni angladim. Anlab bozordan gezitga kelib, gezitdagi e'lonlarga telefon qildim men. Shu artistlarniki Hollywoodda uyi bor, kishilar chiqargan e'londagi telefon nomeriga telefon qildim. Balani men berib beray. Desam, ovozimni anglab berib qo'yam, yo'q, menga sana sen erkansan, biz aralashmaymiz deb. Ashta dedi, men bolni bak yaxshi boqaman. Sana deb beray qanday boqal, nimalarni qilganligim, undan keyin bir oy bekor ishlab beraymi deb baqdim. Bir oy bekor ishlab beray ko'rib boqqansam unmadi. Hech qaysi ko'rishkim unmadi. Ondan keyin men shu o'zim turayotgan yerdagi bolalar bu yerda daycare center deydi, bolalarni kunduz boqadigan markazlar degan, yasli degan narsa shu. Shu yerlarga aqlashmoqdim. Aqlashmoqsam, aqlashib jarayonida bir narsani bildim. Amerikada maktab eshigi to'shmagan bolalarni boqadigan yaslilardi bu. O'sha ishlagan odamlarniki bola beqish kinishkisi bo'lmaydi ekan. Bu kinishkini elish uchun siz oliy maktab bakalavrlik darsidan 3 soatlik, haftada 3 soat o'tiladigan darsdan 3ni tanlashingiz kerak ekan. Jami 9 soatlik dars, Amerikada credit deydi, o'qish numeri deymiz biz. 9 o'qish numeri olgan bo'lishingiz hamda bir sertifikat, bola beqish kinishkisi olgan bo'lishingiz kerak ekan. Ashta qismingiz aran maktab eshigiga to'shmagan bolalarni boqadigan salohiyatga erishir ekansiz. Bo'lmasa sizni hech kimga olmaydi. Men u chaqda o'zim intayin bir jiddiy holatda magistrlik bo'ldim, doktorlik o'qimoqchi, ammo pulim yo'q. Endi berib bu 3 darsni o'qiyman desam, men kam deganda yarim yil o'qishim kerak. Yarim yil o'qib, 3 darsni o'qib, bola vaqtdan kinish kelib, undan keyin bola vaqtdan xizmat tepib qilsam, bir yil o'tib ketadi. O'qish pulini yig'olmayman. Shunga men bu talashdan voz kechdim. Lekin mening yerda demoqchi o'g'lim, hozir dunyo ashtaq birga berib ketdi. Amerika, Yaponiya, Kanada, Yevropa bolalar tarbiyasini ishini ashundaq birga berib ketdi. Biz Uyg'urlar nerede? Biz Uyg'urlar nerede turayotimiz bol tarbiyasi haqida? Hozir shu bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan nurg'un o'rinlar bor. Ko'pincha Turkiyada shu bola tarbiyalash ishini olib borayotgan qarindoshlarniki hozirgi zamon bola tarbiyasi ilmidan qancha xavri bor. Bolalarni shu qarindoshlarga tutqizayotgan, olib berayotgan ota-onalarniki hozirgi zamon bola tarbiyasi ilmidan qancha xavri bor. Sizning qancha xavringiz bor? Bola beqish degan nima ekan? Bolani to'g'ri tarbiyalash degan nima ekan? Sizning qancha xavringiz bor? Hozir bolalaringiz bor ota-onalar. Maktab eshigi to'shmagan bolalaringiz bor ota-onalar. Hozir homildor onalar. Bundan keyin to'y qilib bolalik o'ng'ochgan ota-onalar. Sizning qancha xavringiz bor bu ishlardan? Bu ish hammamizni o'ylantirish kerak. Shuna biroz izni beqing. Men o'zimni abad bir hikoyani gapirishni to'xtataman. Men bol beqishga nima uchun o'zimni shuncha ishonchim bor desanglar. Biz 6 bola. Mendan kichik inim, mendan 5 yosh kichik. Shu vaqtlarda men 5 yoshga kirib 6 yoshga to'shmagan vaqtlarimda dadam ishkirda o'qiyotgan, opam bir zavod ishlaydi Aqsuda, Aqsu shahar ichida.
Ben özellikle inisini her günüsü bir g'atlak silib, opamning qishiga ibitkil aparattım. Opam işleyen zavodda bal vaqadigan narsa yo'q, yerlar yo'q, o'rin yo'q. Boshqa bolani akamni ikkimiz uyda beqib. Nima uchun akam men bilib olmaydi o'qimayman. Uni akam mendan 2 yosh cho'ng. Men bolaning ikkinchisi. Bizniki o'zimiz yasab olgan g'atlak bati. Ma Çinning asli jumloq xabarlarda, Çin asli jumloq bo'ladi. Biz Ahadxondan chiqib ketgan Çinlarni tepakilib, buni ostini ochib, tosh bilan urib, jumloq qismini saq chiqarib, buni o'rtasini teshib mix bilan, ondan keyin unga yog'och o'tkazib, bir tal yog'och o'tkazib, miyaga 2 tal mix, sirti 2 tal mix qilib, o'q, shuni 2 chaq, bir tal o'q, mix bilan qilgan, bu chaqchaqdan 2 yasab, bunun ustiga shol qo'yib, g'atak yasagan. Akamni ikkimiz. Ben 5 yaş olan vaktim, akam 7 yaş vakti iken, şurada ikimiz yüzümüz kıltıkmışlarını. Açtık yasagan g'atlakka, ben 5 yaşdan aşkı vaktimde, bir yaş kirmegen inimni, opamni imbatkan inimni şu g'atlakka sedip, tanıp, müreymge atıp, söylep, bizim öydün opam işte olgan zavodga aparattım ben. Açtık kılıp жүріп, bir katım aşağı gitip alsam, oğlununki birisi sırdaki qilib qo'ygan mix chiqitib, bir tal chaq chiqatdi, g'atlakdan. Chiqitib, u duglab berib, yo'lni o'tirib berib qolganda, men yo'lning qirqida tatib ketyapman endi. Bir g'orga kelib, chaqni besib, chaqni chiqibdi. Yerilib ketdi bo'liq. Ejar ichina deymiz, ejar qop-qora chinlandi. Aşağı chiqib ketdi. Shu 3 chaq qolib qoldi bu. 3 chaqliq g'atlakni men müyramda so'rab, shu opamga olib olgan. Yol boyunca cıqlap bağlandım. Şununçilik eğri geldi. 5 yaşına aşağı baktım bu aşağı. Şu bu işler esinden çıkmaydı. Şu zaman inlerine aşağı bakkan ben. Kendi zaman ballarına baktım. Aşağı bu aşağı bal bakışık işencem bağlı zaman ki. Şunu ben bal bakışık amara kalmış üstüge. Aşağı bu aşağı ben kısmet tapamağa vaktinde bal vakaydı. Ay yolu kiriştim ki. Sınap bakanlı sayıp aşışım. Ben şu yapım diye ben de bunu tıkattım. Endi bundan keyin ki bizning qildigan ishlarimiz aslida haqiqatki Uyghur Ma'rif fondi mushuni qurib bu sohadagi ishlarni qilishni mushiyat o'ylangan ishlar bahati. Bu bundan o'tirishib qolgan ish emas. Biz Uyghur Project fondidan bunu deyishgan o'zimiz izchil turib bu sohada o'ylanib aniq chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini kuzatib kelayotgan bo'lg'achqa mush sohada bir qism ishlarni qilish zarur deb o'ylagan. Shuni bu ishlarni o'tirib chiqqan. Hozir endi vaqtim do'stimning xatini ko'rgandan keyin bir narsa o'ylab qoldim. Men buni o'zim xulos qilgan chet eldagi bolalar tarbiyasidagi muhim nuqtalar nima bo'lishi kerak degan. Bo'lsa biz Uyg'ur Project fondi bosh bo'lib, biz chet eldagi bolalar tarbiyasi kasbida bakalavrlik, magistrlik yoki doktorlik olgan qarindoshlarga tayinib chet eldagi Uyg'urlarning bolalar bilash qo'llanmasidak bir narsani vujudga keltirsak degan narsani o'ylab qoldim deganman. Buniki burun yozgan maqolalarim bor, men uni qarab chiqsam, do'stimni qaytadan yozib baqsa, qolgan boshqa qarindoshlar, men bilan burun aloqalashgan qarindoshlar bor. Chet elda shu bolalar tarbiyasida, bolalar ma'rifida masalan bakalavrlik, magistrlik, doktorlik unvonlagan qarindoshlar bor. Agar xohlasanglar chet eldagi Uyg'urlar uchun bolalar tarbiyasi qo'llanmasi degan bir narsani yozib o'rgatib bersanglar menga. Biz onu birleştirip Uyghur Project fondidan onu birleştirip ki mush ishga qatnashgan qarindoshlarga qaytadan yo'llab, sizlarning fikrlarini elib, mushta bir narsani tayyorlab chiqsak. Uni kitob qilib bosib chiqarsak nima bo'ladi? Uyghur Project fondi buni qilishni xohlaymiz. Men bilan burun aloqalashgan qarindoshlarniki Allah'ın uçurlarını ben ayrım yığıp mağmaptım. Yetişemeye kıvattım. Üzerine yetişemeye kıvattım. Üçüncü tırıssam o. İdarda 3 proje kılmam ben. Ondan Uygurlarning ish to'g'riliq qancha ish qilganligimdan men xabarda bor. Men asosan ichki xizmat ishlagandek yashayman. Ashta qisam yetishmayapman. Shunga burun men bilan aloqalashgan shu qarindoshlar bo'lsa, qayta aloqalashsanglar. Qaysi til bo'lsa mayli. Zaten chet eldagi Uyg'urlar bol tarbiyasini qanday olib berish kerak? Chet eldagi Uyg'ur yaslilari qanday mangdirilishi kerak? Uniki mazmuni bolalarga o'rgatilgan mazmunlar nima bo'lishi kerak? Mush sohada
bir qo'llanma. O'zinglar o'ylagan bir ish tayyorlab o'tib bersanglar. Uyg'ur Project Fondining biz birlashtirib, kim bir rasmiy yoki to'g'ri qo'ysak yoki bostirsak bo'ladi. Mushunaq bir narsani tayyorlagan bo'lsak. Chet elda intayin danliq shu bola tarbiyasi haqida kitob bor. U kitobda dastlabda shu onalar homildor bo'lgandan tortib nima ishlarga diqqat qilish kerak shundan boshlab yozadi endi. Yozib homildor bo'lgan mezgili, bola tug'ilgan vaqtidan mezgil, bir yoshdan kichik vaqtidagi undan keyingi ishlar hammasi yozgan shu bir danliq kitob bor. Men uni tep qo'yganda mening qizim ularni hammasi o'qib, maxsus kurslar berib qildi bu joyda. O kitobni Uyg'urchaga tarjima qilib bostirsak degan o'yim bor. Mushuni o'xshagan kitoblardan Uyg'urcha chiqqan kitoblar bor hozir qadar. Men u yerda anglab qoldim. Bizning qo'lida yo'q. Mushiyatda shuni bildigan qarindoshlar menga yo'llab bersanglar, bir ko'p baqsaq. Mush sahada Uyg'urcha kitoblardan qandaqlar bor, bir bilib qolgan bo'lsam. Ashuna asos birlashtirib, albatta men degan qo'llanma ishini qilgan bo'lsak. Ondan yana bir cho'ng xo'sh xabar sizlarga degan, Uyg'urlar degan to'r jurnalniki 33-soni nashridan chiqdi. Bu jihatda Facebookga chiqarib qo'ydim ularni, WhatsApp to'plaridan tarqatdim. Bo'lsa bu jurnaldan o'zinglar yaxshi foydalanib, ham taqib qo'ygan bo'lsanglar. Yana bir ish, shu oldingi hafta Uyg'ur Project Fondidan yana bir turga iqtisodiy jihatdan yordam qildik. U qaysi tur desanglar, Turkiyadagi doktor Farhad Qurbon inimiz Turkiya Uyg'ur akademiyasining raisi hozir. Shu inimiz yana bir kitob tayyorlagan. Bu kitobning ismi Jahongirlikka qarshi inqilobdan tug'ilgan Jahongir, Yangi Xitoy. Jahongirlikka qarshi inqilobdan tug'ilgan Jahongir, Yangi Xitoy. Bu kitob hozir dastlabda turkcha yozilibdi. Buni hozir Uyg'urcha tarjima qilish plani bor, Farhad inimizniki. Ondan keyin inglizchaga tarjima qilish ishlarini o'rlashtirib ekan. Shu bu inglizcha tarjima qilish ishini qilayotgan qarindoshlarimiz Turkiyada o'quvchi ekan bir qismi. Boshqa ularga hozir qisqa yordam qilaylik deb bu pulni biz chiqardik. Xudoyim bilsa bu kitob keyincha turkcha, inglizcha, uyg'urcha chiqadi. Shuna bu ishni sizlarga deb qo'ydim. Bo'lsa Farhad Qurbon inimiz yordam so'rab qolsa, yaqinda yordam bersanlar bu ishni o'z chiqargan bo'lsak. Bo'ladi. Bugungi dadalarim shunchalik. Kelar qatam ko'rishib omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.